Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Mana nihoyat bizning navbatdagi audio hikoyamiz ham chiqmoqda. Hikoyaning nomi esa ruh so'rovchi maxluq deb ataladi. Agar sizlar tayyor bo'lsanglar, men hikoyani boshladim. Bolalar yana aytgancha, bu videoni 16 yosh to'lmagan bolalar ko'rishi taqiqlanadi. Bolalar yana sizlardan kichkinagina iltimosim bor. Shu videoni ko'rib, like, obuna bosish esdan chiqmasin. Obuna bo'layotgan, like bosayotganlar kattakon rahmat. 5 kun, ya'ni 6 kun ichida 140 ta obunachi berdinglar. Hammaga rahmat. Bundan keyin bizning maqsadimiz 1 k obunachi yig'ish. Dekabrgacha 1 k obunachi yig'amiz, xudo xolasa. Yana bolalar aytgancha, hikoyalarni men o'zim yozaman. Muallif yo'q, muallif ham o'zim, yozuvchi ham o'zim, montajni ham o'zim qilaman. Shuning uchun vaqt juda kamligi uchun video kam chiqyapti bolalar. Shuning uchun like, obuna bosib qo'yinglar. Xudo xolasa 1 k ga erishamiz. Bo'lmasam men hikoyani boshladim. Kechki payt qo'rqib uyg'onib ketdim. O'rnimdan tursam, qo'rqinchli tush ko'ribman ekan. Oddiy tush ekan-ku dedim. Oshxona tomonga yuz qo'limni yuvganini yo'l oldim. Yuz qo'limni yuvib, bir bakal suv ham ichib oldim. Keyin esa orqamga qaytib yana uxlashga yotdim. Birinchi kun shunday o'tib ketdi. Ertasi kuni maktabga bordim. Bo'lgan voqealarni do'stlarimga aytib berdim. Do'stlarim esa, oddiy tush-ku, tushlarga nima ham kirmaydi deysan dedi. Men to'g'ri-da deb qo'ydim. Keyin esa uyga qaytdim. Keyin esa mobil telefonimda o'ynab vaqt o'tkazdim. Keyin esa do'stlarim bilan kechasi ko'chaga chiqib ketdim. Yana aylanib kelib, yana yotdim. Yana o'sha tush. Kechki payt xuddi o'sha vaqtda soat 1 dan 37 minut o'tganda uyg'ondim. Va yana xuddi o'sha tush. O'lsin, bu yana tush ekan-ku dedim. Va oshxona tomonga yo'l oldim. Bir bakal suv ichdim va o'rnimga qaytib borib yotdim. Ertasi kuni ikkinchi kun ham o'tdi. Yana maktabga bordim. Yana do'stlarimga aytdim. Sen o'zingni o'qitib ol. Balki senga nimadir ilashib qo'ygandir. Nimalar bo'lmaydi deysan dedi do'stim. Men to'g'ri aytasan. Men uydagilarimga aytaman va domlaga borib o'qitib boraman o'zimda dedim. Do'stlarim shunday qil dedi. Keyin esa men bular gapirishaverar dedimda, uydagilarimga indamadim. Mana 3-kun yana xuddi shu holat. Keyin esa 3-kun borgan sari qo'rqinchli bo'lib borardi. Tushlarim borgan sari uzoqroq va qo'rqinchliroq bo'lib borardi. Keyin esa 4-kun yana shu holat. Do'stim esa maktabga menga aytdi. O'zingni o'qitib yordingmi? Hammasi yaxshimi dedi. Men esa yo'q, qani bo'ladi yaxshi. Men ota-onamga aytmadim, endi aytmoqchiman dedim. Keyin esa, ahmoq aytib yubor, bu qiynalib yurasan bo'lmasam dedi. Aytishicha do'stim ham xuddi shunday bo'lgan ekan va domlaga o'qitgandan so'ng tuzalib ketgan ekan. Men hamki, mayli, bugun aytaman dedim va uyga keldim. Keyin ota-onamga bo'lgan voqeani aytib berdim. Ota-onam, "Bo'ldi, o'qitib boramiz, faqat hozir biz ishimiz ko'p. Balki o'zing borib o'qitib kelarsan" dedi. Men esa, "Yo'q, sizlar boshlab olinglar, keyin o'qitaman. Bu oddiy tush-ku" dedim. 5-kun borgan sari qo'rqinchli bo'lib borardi. Yana o'sha holat takrorlandi. Men kechasi qo'rqib uyg'onib ketdim. Bu safar o'ta vahshiyon va tushimda nimadir meni bosardi va bo'g'ishga harakat qilardi. 6-kun yana xuddi shu takrorlandi. U kun ham ota-onamga indamadim. 7-kun. 7-kunda esa hammasi tubdan o'zgarib ketdi. Men kechki soat 3 lar atrofida uyg'onib ketdim. Keyin esa suv ichdim. Xuddi shu holat. Keyin yotishga yotaman deganimda nimadir shkafimdan g'irchillab yopila boshladi. Nimadir ko'rina boshladi. Keyin esa men bu nima ekan deb shkafimni ochdim. Hech narsa yo'q. Oddiy xayollar shekilli dedimda, orqamga borib qaytdim. Va yotoqda yotib uxlashga qaror qildim. Endigina ko'zim ilinib qopti. Qo'rqib uyg'onib ketdim. Nimadir meni bosardi. Na gapira olardim, na qibila olardim. Ko'pchilik buni uyqu falaji, ya'ni qandaydir damavoymi deydi, bosardi deydi. Xuddi shu holat menga takrorlandi. Ba'zida tushlarimga kirardi, ba'zida esa meni bosardi. Keyin esa ota-onam meni o'qitishvardi. 3 kun davomida domlaga qatnadim va hammasi joyiga tushib ketdi. Shu bilan bugungi audio hikoyamiz o'z nihoyasiga yetdi. Sizlarga yoqqan bo'lsa, like, obuna bosishni esdan chiqmasin.
Bu kanal yangi, ochilgani esa 6 kun bo'ldi. Sizlar bilan bu olam kanal bo'ldi. Hammaga rahmat.